Bugun yomg'irli ob-havo. Bitta obzorcha qilamiz. 2 xonalik Sartepo hududidan yangi ta'mirdan chiqqan chiroyli kvartirachamizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, doimgidek kirish eshigidan boshlaymiz. Mana bu eshikdan kirib kelamiz. Xo'p, ikkala tomonga qaralgan xonasi. Skvoznoy planirovka, eski domlar 3-qavatda joylashgan. Domimiz 5 qavatlik. Mana bu to'g'rida bexoshka zonasi, shkaf qilib olsak ancha samarali bo'ladi. Birinchi xonamiz, buni yotoqxona ishlatsak, yotoqxona qilib ishlatsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu balkonni ayollarga zona qilib bersak juda zo'r bo'ladi. Shkaf hamda tryumoni shu yerga qo'yib beramiz. Davlat tomonidan o'rnatilgan отопление. Hop. Qish mavsumi o'tdi. Mana bu ikkinchi xonamiz, zal qilib ishlatamiz. Juda kompaktni, yangi ta'mirdan chiqqan chiroyli 2 xona. Sanuzellari alohida, bu ham juda yaxshi narsa. Ko'pchilik shunaqasini yoqtiradi. To'liq qafil qilingan. Mana bu yuvinish xonamiz. Hamma narsa yap-yangi. Mana o'rtaga bitta eshik qo'yib olsak yaxshi bo'ladi. Oshxona zonasi mana bu joyiga stol, stul yoki xon taxta qo'yib olamiz. Pishiriq zonasini ikkinchi balkonchaga chiqaribdilar. Bu ham juda yaxshi narsa. Hidlar tashqariga chiqib ketadi. Mana shunaqa yap-yangi kvartiracha. Pollari parket qilingan, to'liq hamma joyda. Kvartiracha sotuvga chiqdi. 2 xonalik Samarqand shahar Sartepo bozorchaga yaqin bo'lgan joyga joylashgan. Mana shu domning yaqiniga, katta ko'chaga bormasdan maktab hamda bog'cha mavjud. Bozorchaga ham yaqin dedim. Juda oilaga yaqin, yaxshi bo'lgan zonada joylashgan. $51.500 so'rayaptilar 2 xonalikka. 3-qavatda joylashgan 5 qavatlik eski domimiz. Zudlik bilan aloqa chiqamiz.